To'pni o'yinga kiritishyapti. Yana bir xavfli vaziyat bo'lishi mumkin va hisob ochildi. O'yinning 6-daqiqasida aynan standart vaziyatdan so'ng 21-raqamdagi standart vaziyatlari. Buni o'sha dastlabki o'yindan so'ng Vadim Abramovning o'zi ham ta'kidlab o'tgan. Xitoy terma jamoasi vakillari azaldan ana shunday vaziyatlarda juda ham yaxshi o'yin namoyish etishadi. Ko'p albatta. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. O'yinda tashqari holat yo'q. Gol! O'yinning 30-daqiqasida qadrli futbol muxlislari, Odil Ahmedov juda ham chiroyli amalga oshirilgan kombinatsiyani nihoyasiga yetkazayapti. 1-1. Genrix to'p bilan uzoqdan berilgan zarba, gol! O'yinning 46-daqiqasida Aleksandr Genrix o'zining sevimli uslubini ishga soldi va hisobda terma jamoamizni oldinga olib chiqyapti qadrli futbol muxlislari. 2-1. Mumkin bo'ladi uzoqdan berilgan zarba va ajoyib gol. Juda ham kuchli va aniq zarba va hattoki biz bu yerda Ignatiy Nesterovga yana bir bor kuzatamiz. Standart vaziyatlardan qanday foydalanish kerak? Ikkita vaziyat, ikkita gol kiritilgan vaziyat, har ikkalasi ham o'sha standartlar.